Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bundan oldingi videoda men shogirdlarimni aynan Instagram orqali daromad qilayotganini, qaysi kasb orqali qancha pul topayotganini ko'rsatdim. Endigi videoda bo'lsa, men ana shu sohalar bo'yicha qanaqa qilib mijoz topish mumkin, mijoz bilan qanaqa qilib to'g'ri gaplashish kerak, bitta loyihani o'zi qancha narxga olish mumkin, shu narsalarni aytib bermoqchiman. Xo'p, videoni boshlashdan oldin yana bir qisqacha o'zimni sizlarga tanishtirib o'tib ketaman. Ismim Jasurbek. 5 yildan beri media marketing sohasida ishlab kelaman va shu bugungacha 50 dan oshiq loyihalar bilan ishlab, ularni brend tanilishiga, ularda sotuvlari oshishiga yordam berib kelyapman. Undan tashqari 100 ga yaqin shogirdim bor va ularni ham mana shu soha orqali daromad qilishiga yoki bo'lmasa o'zlarining biznesini ijtimoiy tarmoqlar orqali sotuvlarini oshishiga erishganmiz. Xo'p, bugungi videomizda o'zi nimalar haqida gaplashamiz? Xo'p, mijoz topishni o'rganamiz. Ya'ni siz Instagram yurgizib bera olasiz yoki bo'lmasa siz mobilogger sifatida ishlaysiz yoki targetolog bo'lishi mumkin yoki SMM mutaxassis sifatida ishlaysiz. O'zingizga mijozlarni qayerdan topishingiz mumkin. Shu narsani ko'rib chiqamiz. Undan tashqari mijoz bilan qanaqa qilib to'g'ri gaplashishingiz kerakligini ko'rib chiqamiz va bitta loyihani o'rtacha qancha narxga olish mumkinligini ko'rib chiqamiz, xudo xolisa. Xo'p, mijoz topish yo'llarini ko'ramiz. Xo'p, men hozir sizga mijoz topishda 10 ta ishlaydigan, shu bugungacha men o'zim ishlatgan va shogirdlarim ham mana shu orqali loyihalar olishgan, ana shu narsani ko'rsatib bermoqchiman. Xo'p, birinchisiga keladigan bo'lsak, birinchisi oila, do'stlar. Ya'ni siz o'zingizga yaqinlaringizga birinchi o'rinda o'zingizning xizmatingizni sotishingiz mumkin bo'ladi. SMM sohasi bo'ladimi, mobilografiya bo'ladimi, targeting bo'ladimi yoki shaxsiy brend bo'ladimi, bizni o'zimizga yaqin tanishlarimiz bor. Qaysidir tanishimiz biznesmen yoki bo'lmasa qaysidir tanishimiz doktor bo'lishi mumkin. Ayniqsa hozirgi kunda doktorlarda, ya'ni shifokorlar o'zlarini Instagramda shaxsiy brendlarini rivojlantirishi juda trendga aylandi. Undan tashqari qaysidir sohada mutaxassis bo'lsa ham, bunda ham shaxsiy brend yurgizish mumkin. Yoki bo'lmasa oddiy misol ko'chada ko'radigan bo'lsak, juda ham ko'p bizneslar bor. Yoki bo'lmasa o'zimizda otamizda, onamizda yoki amaki, tog'a, amma, xolalarimizda qanaqadir kichkina bo'lsa ham biznesi bor. Ana shuni Instagram sahifasini yurgizib beraman. Xola, birinchi oy men mana shunaqa ishingizni qilib beray. Rezultat ko'rsangiz, keyingi oydan pul to'laysiz deb turib ham gaplashsangiz bo'ladi. Xo'p, bu birinchisi edi. Xo'p, ikkinchi usulimiz bo'lsa Telegram kontaktlar. Ya'ni Telegramimizga kiradigan bo'lsak, bizda o'zimizda juda ham ko'p kontaktlar to'plangan bo'ladi. Kimdir nimadir o'quv markazida o'qiyotgan bo'lishi mumkin yoki yana kimdir o'quv markazida menejer yoki nimadir ish qiladi, qayerdadir. Ana shu odamlarga chiqish orqali biz ular orqali через ana shu biznesmenlarni o'ziga chiqsak bo'ladi. Ya'ni aytaylik, bitta tanishimiz o'quv markazida menejer bo'lib ishlaydi. Instagramini ko'ramiz. Instagramda juda aktiv emas. Unga biz o'zimizning taklifimizni berishimiz mumkin. Ya'ni, aka, mana u Instagramda mana bunaqa ishlar qilib turib yaxshilasak bo'ladi. Mana kontentlar uchmagan ekan, million prosmotr olish uchun bu narsalarni qilsak bo'ladi degan narsalarni yo'lga qo'ysak bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi bizda yaqinlaringizning yaqinlari. Ya'ni hozirgi aytib o'tganimdek, biz o'zimizda yaqinlarimiz bor, masalan, ota-onamiz va ularning yaqinlari. Qaysidir tanishimizni qanaqadir biznesmen oshnasi bo'lishi mumkin. Masalan, meni oshnamni biznesi bor. Yoki bo'lmasam, meni oshnamning dadasini biznesi bor. Men u oshnamga aytib ko'rishim mumkin. Oshna, men mana shunaqa kursda o'qidim yoki mana shunaqa narsani o'rgandim. Instagramda bizneslarda Instagram orqali sotuvlarni oshirsa bo'lar ekan. Shu narsani men senga taklif qilmoqchiman, oshna. Dadangning biznesini Instagram sahifasini yurgizib beray. Mana shu orqali senlarni ham sotuvingni oshishiga yoki bo'lmasam seni brending tanilishiga yordam berishim mumkin deb turib, biz o'zimizning yaqinlariga o'zimizning tavsiyalarimizni yoki bo'lmasam mana shu xizmatimizni sotsak bo'ladi. Keyingisi OLX saytlari. Bilamizki, OLX hozirgi kunda juda ham O'zbekistonda eng rivojlangan platformalardan bittasi hisoblanadi. Bu yerda ham o'zi kirib turib SMM deb qidiradigan bo'lsak ham juda ko'p zaproslar bor. Biz ham o'zimizning xizmatimizni SMM, target, mobilografiya shu xizmatlarimizni OLX orqali taklif qilsak, OLXdan ham biznesmenlar bizga murojaat qilib chiqishi mumkin. Nima uchun OLX deyapman? Chunki Google'da o'ziga ham SMM mutaxassisi deb poistga beradigan bo'lsa, yo 2 yoki 3-da обязательно OLX chiqadi. Shuning uchun ham OLXda siz o'zingizning xizmatlaringizni taklif qilib yozib qo'yganingiz yaxshi variant hisoblanadi. Xo'p, keyingisi Headhunter sayti hh.uz.
Bu saytda siz o'zingizni portfolioyingizni shakllantirib, portfolio orqali yangi klientlar olishingiz mumkin. Men o'zim Toshkentda ishlayotganimda ham mana shu Headhunter sayti, OLX saytlari orqali juda ham ko'p mijozlar olganman. Mana puliga talashmaydigan yaxshi, jirniy klientlar bor. O'shadan olsa bo'ladi. 6-usulimiz Telegram kanallar. Biznesmenlarda o'zlarini o'tiradigan Telegram kanallari bor. Ana shu Telegram kanallarda siz o'zingizni xizmatingizni taklif qilishingiz mumkin bo'ladi. Ana shu orqali ham siz o'zingizni xizmatingizni ko'proq sotsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingisi klub va kurslarga qo'shilish. Klub va kurslar qanaqa? Masalan, mana shunaqangi SMM kurslariga qo'shilishingiz mumkin yoki bo'lmasam katta biznesmenlarda o'zlarining klublari bor. Alisher Isayevning milliard klubi bor. Shunga o'xshagan yoki Ibrohim Gulyamov o'zini maxsus klub kurslari bor. Mana shu kurslar, klublar orqali ham siz networking orqali juda katta chekli proyektlar olishingiz mumkin. Siz aytaylik, misol o'zingiz tanishingizga xizmatingizni $300 ga sotayotgan bo'lsangiz, siz ana shu katta klublarga qo'shilish orqali $1000, $1500, даже $2000, $3000 gacha xizmatingizni sotadigan odamlarni topsangiz bo'ladi. Bizda 8-usulimiz sotuvdan pul to'lash. Bunda qanaqa bo'ladi? Siz aytaylik bitta biznesmen bilan ishladingiz, unga sizni xizmatingiz ma'qul keldi, gaplashasiz. Aka, meni xizmatim sizga ma'qul keldimi? Ha, ma'qul kelgan bo'lsa, aka, endi men sizga mana shu narsani, mana shu xizmatni ko'rsatdim, sizni ko'nglingiz to'ldi. Qanchalik boshqalarga tavsiya qilasiz meni xizmatimni? Yaxshi tavsiya qilaman. Aka, bo'lmasa manaqa qilib ishlaylik siz bilan. Men sizga, siz tanishlaringizga meni ishimni maqtab turib, menga proyekt olib bering. Men sizga gaplashgan proyektimni 10% to'layman. Masalan, $500 bo'lsa, bitta $500 ga bitta proyekt oladigan bo'lsangiz, siz unga $50 chiqarib berasiz yoki bo'lmasa $100 beraman aka, $500 proyekt olsam, o'shundan $100 sizga beraman deysiz. Lyuboy tanishingizga aytsangiz bo'ladi bu narsani, faqat ishlayotganingiz emas. Misol, o'zingiz ko'chada tanishingiz bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Sen meni o'zingni tanishlaringga tavsiya qil. Men agar shu odam bilan kelishib ishlaydigan bo'lsam, senga mana shunchasini chiqarib beraman proyektimdan degan narsani bersanglar, bu ham juda zo'r ishlaydigan narsa. Xo'p, keyingisi 9-inchisi o'z xizmatiga target yoqish. Ya'ni siz o'zingiz SMM mutaxassisiz, targetologsiz yoki bo'lmasa shaxsiy brend yurgizuvchi bo'ladigan bo'lsangiz, avvalambor siz o'zingizga mijozlar oqimini olib kelishingiz kerak bo'ladi. Va mana shu orqali siz o'zingizga mijozlar olib keldingizmi, siz demak boshqasiga ham mijoz olib kelib bera olasiz. Ana aytadi-yu haligi, ozishni o'rgataman deb turib, semiz odam chiqsa ishonmaysiz-ku. Xuddi shu narsa bizga ham sohada ishlaydi. Ya'ni siz ham Instagram orqali qaysidir biznesga yoki kimgadir sotuv yoki brend taniqliligini olib kelib bermoqchimisiz, avvalambor siz o'zingizni taniting va o'zingizga mijozlar olib kelishni o'rganing. Shundan keyingina siz boshqalarga ham bu narsani qilib berishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi 10-inchisi bo'lsa, blogda reklama orqali mijoz topish. Ya'ni siz o'zingizni tanishlaringiz bo'lishi mumkin, blogerlar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam influencerlar, mashhur insonlar tanishlaringiz bo'lsa, siz ularga aytasiz, meni reklama qilib ber auditoriyangga. Unda ham xuddi aytgan taklifim ishlaydi. U orqali qaysidir mijoz sizga kelsa, siz unga pul to'lasangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam arzonroqqa reklama qildiryapsiz-da, siz unga o'sha orqali siz o'zingizga klientlar olib kelishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, hozir sizlar bilan mijoz topishda 10 ta usulini ko'rib chiqdik. Xo'p, endi переговорni qanaqa qilib o'tkazish kerak? Shu narsalar bo'yicha sotuvda 10 ta ketma-ketligini sanab beraman. Birinchi tanishuvda siz o'zingiz haqingizda ma'lumot berasiz va bir xil tomonlaringizni aniqlab, ekspertligingizni ochib ketishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'zingiz haqingizda ma'lumot berasiz. Assalomu alaykum, men ismim Palonchi Pistonchi. Videoda boshida ko'rgan bo'lsanglar, men sizlarga o'zimni yana qisqacha tanishtirib o'tib ketdim. Xuddi shunaqa qilib o'zingizni tanishtirasiz, kimsiz, nima ish qilasiz, shu paytgacha erishgan natijalaringiz bo'lsa, mana bunaqa narsalar qilganmiz deb turib o'zingizni qisqacha tanishtirib o'tib ketasiz. Bir xil tomonlaringizni aniqlang. Uchrashuvga borishdan oldin, ya'ni переговорga borishdan oldin siz u insonni yaxshilab o'rganib chiqing. U odam nimalarga qiziqadi, futbol ko'rsa qaysi komandaga boleshilik qiladi, Real Madrid, Barcelona bo'lishi mumkin. Uni istoriyalaridan yoki bo'lmasa profilidagi rasm, videolaridan ham ko'rib bilib olsa bo'ladi. Mashinaga qiziqadigan bo'lsa, Mercedesga qiziqadimi, Ferrari'gami, mana bunaqa qiziqasagina, ha aka, men ham qiziqaman, bu mana bunaqa deb turib, sekin bu narsa nimaga kerak? Siz odam bilan yaxshiroq chiqishib olishingizga plyus bo'ladi bu narsa.
Keyingisi ekspertligingizni ochib keting. Ya'ni siz aynan mana shu sohada haqiqiy ekspertsiz, yaxshi qilgan ishlaringiz, natijalaringiz, кейslaringizni u inson bilan bo'lishing. Xo'p, keyingisi ikkinchi bosqichda bo'lsa, siz savollar berishni boshlaysiz. Oldin ham mana shunaqa SMM, shaxsiy brend, mobilografiya, targeting xizmatlaridan foydalanganmi, foydalanmaganmi ular? Foydalangan bo'lsa, qanaqa natijalar olgan yoki nima uchun ular bilan ishni to'xtatgan? Shu narsalarni birinchi o'rinda analiz qilishingiz kerak. Keyingisi bo'lsa, uni hozirgi holatda umumiy anaqasi qancha? Umumiy daromadi bo'lishi mumkin. Mana shu biznesidagi mijozlar soni bo'lishi mumkin. Umumiy daromadi qancha hozirgi holatda? Shu narsasini o'rganasiz. Keyingi etapda bo'lsa, sizdan aynan qaysi muammosiga yechim olish uchun siz bilan ishlamoqchi. Shuni aniq bilib olishingiz kerak. Shunda siz unga beradigan taklifingiz aniqroq bo'ladi. Ya'ni u mijoz olib kelmoqchimi, brendini tanitmoqchimi, nima qilmoqchi o'zi? Ya'ni hozirgi holati qanaqa-yu, qayerga bormoqchi? Ana shu narsani aniq bilib olsangiz, siz unga beradigan taklifingiz yana ham aniqroq bo'ladi. Keyingisi uni kutayotgan natijasi. Ya'ni sizni hozirgi holatini bilasiz va keyingi boradigan joyini bilasiz va u yerda u natijani qanaqa qilib o'lchaymiz? Daromadidan o'lchaysizmi yoki Instagramga kelgan podpischiklaridan o'lchaysizmi yoki bo'lmasam aynan qanchadir prosmotrlar, axlatlarni ko'targanidan o'lchaymizmi? Buni qanaqa qilib o'lchaymiz? Shu narsani bilib olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi bo'lsa, siz bilan ishlamasa, uni kelajakda qanaqangi yomon salbiy oqibatlar kutib turganini unga ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Aytaylik, uni skladida $10,000 tovar turibdi. U prosta sotilmay turibdi. U narsani sotib olsa, skladi bo'shaydi, yana yangi mahsulot olib keladida, uni aylanmasi yana ham ko'tariladi. Agar u narsani qilmasa, $10,000 muzlab yotadi, masalan, srog o'tib ketib qolsa mahsulotini, yana qanaqadir salbiy oqibatlar kelib chiqadi. Xuddi shu narsalarni ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi, siz uni muammolariga qanaqa yechim bera olashingizni ko'rsatib berasiz. Ya'ni uni hozirgi muammosi bor, aniq to'shlik, chunki siz bilan ishlamoqchi u. Ana shu muammosiga siz qanaqa yechim berishingiz kerakligini, yechim bera olishingizni o'zingiz ko'rsatib berasiz. Xo'p, undan keyin bo'lsa, briefing olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni biznesda aniq kerakli ma'lumotlarni bilib olasiz. Ya'ni siz o'zingizga kerak bo'lgan ma'lumotlar, hozirgi holatda qanaqa, nima kamchiliklari bor, nima misol qanaqa mahsulotlari bor, nech puldan narxi, ularni qanaqa qilib sotgan, qanaqa qilib sotmoqchi, qayerlarda reklamalari bor, bularni sotish uchun xuddi shu narsalarni birinchi o'rganib olasiz. Keyingisi bo'lsa, ikkinchi uchrashuvga chaqirasiz. Endi asosan bizda sohada asosan 2 marta uchrashuv belgilanadi va ikkinchisida shartnoma qilinadi. Birinchisida masalan siz umumiy analiz qilasiz, o'rganasiz u odamni. Ikkinchisida bo'lsa siz uni nima xohlayotganiga qarab turib aniq taklif, offer bilan kelasiz va unga price list berishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 3 xil tarif qilib turib, aka bizda mana shunaqangi 3 xil tarif bor. Sizni biznesingizga men unisini tavsiya qilaman. Mana shuni ishlasangiz, mana bunaqa o'zingiz xohlagan natijalarga chiqishingiz mumkin degan narsani ko'rsatib bersangiz qulayroq bo'ladi. Xo'p, keyingisi takliflarni berish. Taklifda siz mijozga nisbatan individual narx belgilaysiz. Individual narx belgilab, hozirgi aytib o'tganimdek takliflaringizni ko'rsatsangiz, bu yaxshi bo'ladi. Xo'p, keyingisi e'tirozlar bilan ishlash. Ya'ni qimmat deyishi mumkin odam yoki bo'lmasa yana qanaqadir e'tirozlari bo'lishi mumkin sizga nisbatan. Siz bitta narsani unutmang, siz qanchalik qiymatni katta ko'rsatib bersangiz, narx shunchalik qimmat bo'lib qoladi. Ya'ni siz unga yo'qotayotgan pulini ko'rsatib bering. $100,000 puli qayerdadir turibdi. Shu narsani siz ko'rsatib bering, u sizga $2,000-3,000 to'lashga tayyor bo'lsin. Ya'ni qiymatni kattaroq qilib ko'rsatib berishingiz kerak doim. Har qanaqa переговорda. Hop, keyingisi 10-inchisi bo'lsa, bitimni yopish, mijoz bilan shartnoma qilish. Ya'ni yuridik tomonlama ham siz toza ishlashingiz kerak, shartnoma shablonlari bilan ishlashingiz kerak. Hop, bugungi videoda nimalar haqida gaplashdik? Hop, mijoz topishning 10 ta usulini ko'rib chiqdik. Hop, undan keyin siz mijoz bilan kelishishingizni, ketma-ketligini ko'rib chiqdik. Ya'ni qanaqa qilib kelishishingiz mumkinligini. Hop, bu narsalarni biz kursimizda ham o'rgatamiz. Biz hozir Andijonda may oyining 10-sanasigacha maxsus Instagram orqali daromad qilish kursini tashkil qildik. Bu kurs ta'tiga 20 ta odamni qabul qilamiz. Agar siz ham Instagram orqali pul topishni xohlasangiz, ya'ni Instagramda mijozlar qilib daromadingizni bir necha baravarga oshirishni xohlasangiz,
ushbu kursimizga qo'shiling. Sizga endi yana bitta narsani aytib o'taman. Endi Andijonda o'zi bitta loyihani qancha narxdan olsa bo'ladi. Ya'ni SMM mutaxassis bo'lib, targetolog bo'lib yoki mobilograf bo'lib qanchadan bitta proyektni olsa bo'ladi. Xo'p, o'rtacha Andijonda SMM loyihalarini eng arzoni $500. Lekin meni shogirdlarim hozirgi kunda 700-800 ming dollardan ham loyihalar olishadi. Ba'zilari bor $2000, $3000 ga ham loyihalar olishadi. Xo'p, endi men qanaqa qilib $1000 pul topishim mumkin degan savolni qo'yadigan bo'lsak, masalan $500 ga bitta loyihani oldingiz, siz o'rtacha bunaqa loyihadan 3 tasi bilan bemalol ishlasangiz bo'ladi. Oddiy SMM ni aytyapman. 3 tasi bilan ishlasangiz ham $1,500 daromadingiz bo'ladi. Endi bu narsa sizni har bitta loyihangiz bilan kelishuvingizga bog'liq. Aytib o'tganimdek, meni shogirdlarim asosan hozir $500 emas, o'rtacha $700-800 dan olishadi. Endi targetga keladigan bo'lsak, target sohasida qanaqa qilib loyihalarni oladi yoki nech puldan olish mumkin? Targetda ham xuddi shunaqa, yoki SMM ni ham, performance marketingni ham shunaqaki, siz biznesmenlar bilan sotuvdan foizga gaplashsangiz bo'ladi. Ya'ni siz bitta proyektni olyapsiz, $500 siz fiksa olasiz. Qolgani har bitta Instagram orqali sotilgan mijozdan pul olasiz. Bizda shunaqa loyihalar bo'lgan, $10,000 gacha ham bitta proyektdan pul olganmiz bir oyda. Fiksamiz bor, KPI. Ya'ni fiksa masalan $1000 pul olamiz alohida bitta proyektdan, qolgani sotuvdan foiz. Oddiy misol, qurilish kompaniyalari bo'lishi mumkin yoki o'quv markazlar, konsalting, bularda xuddi shu narsa ishlaydi. Ya'ni siz fiks olasiz $500 har bitta sotilganidan sizga foiz to'laydi. Aytaylik, masalan, $500 lik mahsulot sotilyapti, undan siz 10% ni olasiz, $100 deylik. O'shaqadan Instagram orqali bir oyda 10 ta sotdingiz. 10 ta sotdingiz $1000. Siz bu yerda fiksangiz bor edi. Fiksangiz masalan $300 o'sha mobilografingizga ketdi, $200 ham bu yerdan foyda qilyapsiz, $1200 bitta proyektdan foyda qilyapsiz. $1200 bitta proyektdan. Bunaqa proyektdan 3 tasi bilan ishlasangiz ham $3600 gacha daromad qilsangiz bo'ladi bemalol. Xo'p, aytib o'tganimdek, biz mana shu narsalarni to'liq o'rgatadigan kursimiz bor. Kursimizga qo'shilsangiz bo'ladi. Videoda pastida havola qo'yib qo'yganmiz. Bemalol ro'yxatdan o'ting. Joylar soni cheklangan, hammani ham qabul qilmaymiz, suhbat asosida qabul qilamiz. Shoshiling. Xudo xolasa kursda ko'rishguncha sog' bo'linglar.